Samarqand viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Hamdamov raisligida Zoom platformasi orqali hukumatimiz, vazirlik va boshqarma tomonidan berilgan vazifalar ijrosini o'z vaqtida ta'minlash masalalariga bag'ishlangan muhokama bo'lib o'tdi. Unda tuman shahar bo'limlari mas'ullari, viloyatdagi maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari ishtirok etishdi. Muhokamada boshqarma boshlig'i O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-mart sanasidagi maktabgacha va maktab ta'limi sohasida boshqaruv tizimi samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyati haqida gapirib, ushbu me'yoriy hujjat ta'lim tizimi xodimlarini qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning uzviy davomi ekanligini ta'kidladi. Tadbirda ta'lim sifatini oshirish, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik masalalari bo'yicha amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. Shuningdek, muhokamada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 3-7 yoshli bolalar qamrovini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar masalasi tanqidiy tahlil qilinib, mas'ullarga muammolarni bartaraf etish yuzasidan topshiriqlar berildi. Tadbirda 2025-yilda viloyatda qurilishi rejalashtirilgan davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda tashkil etilishi rejalashtirilayotgan oilaviy bog'chalar haqidagi mas'ullarning axboroti tinglandi. Shuningdek, maktab bitiruvchilarining oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari tahlil qilinib, bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar bo'yicha vazifalar belgilandi. Muhokamada xorijiy til o'qituvchilari B2 sertifikatga ega bo'lmagan maktablar tanqid qilindi hamda yangi o'quv yilidan til bilish bo'yicha sertifikatga ega bo'lmagan o'qituvchilar bilan mehnat shartnomasi bekor qilinishi bo'yicha me'yoriy hujjatlar mavjudligi qayd etildi. Uchrashuvda ijro intizomi masalalari tahlil qilinib, kelib tushgan topshiriqlarni o'z vaqtida ta'minlash bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi.